Hop, bugun sizlar bilan Google account ochishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi Google ga kiramiz va profilni tanlaymiz burchakdan va bu chiziqchani bosamiz. Pastga tushiramiz va yangi account qo'shish bosamiz. Va bu yerga kiramiz. Kirgandan so'ng pastda create an account bosamiz, chap tomonda pastda. Yoki shaxsiy foydalanish uchun yoki biznes yoki ish uchun biz shaxsiy foydalanish uchun tanlaymiz. Va ism va familiya kiritamiz. Info va bosamiz. Va endi bu yerdan tug'ilgan kun va boshqalarni tanlaymiz. Oy, yanvar, day, 01. Lekin 18 yoshdan baland bo'lishi kerak. Shuning uchun 2000 yozamiz. Va gender xohlaganingizni tanlaysiz. Men buni tanlayman. Chunki bu inson bas, oddiy meni kanalim uchun. Va bu yerga username yozamiz. info. E'tibor bering, username'da xato deyish mumkin, chunki unaqa username mavjud bo'lishi mumkin. Yozib ko'ramiz shuning uchun va mavjud demaguncha yozib ko'raveramiz o'zimizga ma'qul username'larni. Va mana yana yozamiz. Infotech 01. Va mana bunda ham mavjud pastda. Shuning uchun pastda o'zi taklif qilganlardan birini tanlab qo'ya olamiz. Techi 8611 tanlaymiz va next bosamiz. Kutamiz. Va endi bu yerga yangi password qo'yamiz. Parol. Eslatma, bu parolni saqlab qo'yish kerak yoki screenshot paketiga yozib qo'yish kerak. Chunki ertangi Google akkauntingizda kimgadir ko'chirmoqchi bo'lsangiz boshqa joyga yoki shunda kerak bo'ladi. Shuning uchun yo esingizda qoladigan qo'yishingiz kerak yo bu joyga yozib qo'yishingiz kerak. Va yozamiz. Parolda ham o'zining qoidalari bor. Mana biz parolimizni tasdiqlab, xohlasangiz raqam kiritasizlar. Akkaunt tiklashga yordam beradi. Keyingisida o'tkazib yuboramiz biz va mana Google akkauntimiz tayyor bizda. Pastga tushamiz. Davom etamiz. Roziman deb bosamiz. Va mana yangi Google akkaunt tayyor. Siz ham shunday qilib o'zingizga yangi Google akkaunt ochishingiz mumkin. Biz ochgan singari va mana akkauntimiz xuddi o'sha biz kiritgan ma'lumotlar bilan. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang.